Hoji Abdulxoliq G'ijduvoniy jome masjidi imom xatibi Niyozov Kamol. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Biz Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlarining hayotlari va u kishining ijodlari haqida hamda Abdulxoliq G'ijduvoniy jome masjidi majmuasi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, avvalo Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari to'liq ismlari Abdulxoliq ibn Abduljamil Rumiy bo'ladilar. Ya'ni u kishining otalarining ismi Abduljamil, asli Rum shahridan, hozirgi Turkiyaning Malatiya shahridan bo'lganlar. Onalari Malatiya podshosining qizi bo'lgan ekanlar. Abduljamil Rumiy ham o'z zamonlarining ulug' olimlaridan, taqvodor solih zotlaridan, shayxlardan biri bo'lgan ekanlar. Bu kishi yashagan zamonda Malatiya podshosi Qilich Arslon degan kishi bo'lib, o'sha paytda salblar tomonidan, dushman tomonidan mag'lubiyatga uchrab turgan bir holat bo'ladiki, podshoh hazratlari Abduljamil Rumiyni shayxning huzurlariga duolarni olishlik maqsadida hamda u kishining nasihatlarini qabul qilishlik maqsadida keladilar. U kishini ziyorat asnosida Abduljamil Rumiy podshoh hazratlarini haqlariga duolar qiladilar hamda u kishiga chiroyli nasihatlar va ko'rsatmalar beradilar. Abduljamil Rumiyning chiroyli ko'rsatmalari va duolarining barakotidan, sharofatidan podshoh hazratlari dushmanni mag'lub qilishlikka musharraf bo'ladilar. Dushman orqasiga chekinib mag'lub bo'ladi va podshoh hazratlari qayta o'zlarini taxtlarini egallashlikka musharraf bo'lgan ekanlar. Buning shukronasiga Abduljamil Rumiyga o'zlarining qizlarini nikohlab beradilar. Haqiqatda Abduljamil Rumiy ilm bilan, ibodat bilan mashg'ul bo'lib, hali oila qurishlikka imkon, vaqt topmagan ekanlar. Abduljamil Rumiy uylanganlardan keyin bir muddat yashasalarda, lekin Alloh taolo ularga farzand nasib qilmaydi. Ayollari bilan birgalikda bir kuni bir tush ko'radilarki, tushlarida ularga ishora bo'ladi. Alloh taolo sizlarga bir o'g'il farzand, bir o'g'lonni nasib qiladi. U buyuk inson bo'ladi, dunyoga mashhur inson bo'ladi degan tush ko'radilar. Lekin bu farzandingiz bu joyda tug'ilmaydi, bu o'rinda tug'ilmaydi. U olis yurtlarda dunyoga keladi degan tush ko'radilar. Shundan keyin Abduljamil Rumiy ayollari bilan birgalikda uzoq safarga chiqadilar, ko'p yurtlarni kezadilar, mamlakatlarga safarlar qiladilar. O'sha paytda, o'sha zamonlarda ilm o'choqlaridan, madaniyat o'choqlaridan bo'lgan Buxoro va Samarqand shaharlariga ham kelgan ekanlar. Samarqand shahriga kelib bir muddat u yerda istiqomatda bo'ladilar. Undan keyin Buxoroga keladilar. Buxoroga G'ijduvon go'shasiga kelganda Alloh taolo bularga bir farzand nasib qiladi. Abdulxoliq G'ijduvoniy mana shu joyda tug'ilib, yangi chaqaloq tug'ilganda otalari Abdulxoliq deb unga ism qo'yadilar. 1103-yilda tug'ilib, 1179-yilda vafot topgan ekanlar. Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari yoshliklaridan juda zaki, ziyrak, zakovatli, ilmli, aqlli, zehni o'tkir inson bo'lganlar. Abduljamil Rumiyning asl nasablari Imom Molikka borib taqalgan ekan. Abdulxoliq G'ijduvoniy yoshliklaridan ilmga chanqoq bo'lib, 9 yoshlarida Qur'oni Karimni to'liq yod olib, hofizi Qur'on, qori Qur'on bo'ladilar. Undan keyin tafsir ilmlari bilan, hadis ilmlari, fiqh ilmlari bilan mashg'ul bo'lgan ekanlar. Birinchi ustozlari Imom Sadriddin bo'lib, tafsir ilmlarini va boshqa ilmlarni mana shu Imom Sadriddindan o'rgangan ekanlar. 20 yoshlarga yetganda Abdulxoliq G'ijduvoniy Buxoro shahridagi madrasaga yo'l oladilar. O'sha paytda Shayxul Islom unvoni bilan mashhur bo'lgan, dunyodagi yetuk olimlardan bo'lgan Yusuf Hamadoniy hazratlari Buxoro sharifga kelib madrasada ta'lim berib, mudarrislik qilayotgan bo'ladilar. Yusuf Hamadoniy asli Eronning, hozirgi Eronning Hamadon shahridan bo'lib, Samarqand va Buxoroga kelib, u yerda madrasalarda xizmatda bo'ladilar.
Buxoro madrasasida mudarrislik qilgan paytlarida Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari ham u kishining huzurlariga borib, u kishiga shogird bo'lib ilm o'rganadilar. Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari bilan birgalikda Ahmad Yassaviy, Hasan Andoqiy, Abdulloh Barraqiy degan ulug' piri komil avliyoullohlar ham birgalikda ta'lim olib, Abdulxoliq G'ijduvoniy bilan birgalikda hamsuhbat bo'lib, bir joyda yashab ta'lim olgan ekanlar. Madrasani tugatgandan keyin Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari G'ijduvon go'shasiga, Ahmad Yassaviy esa Turkistonga, Yassi shahriga ravona bo'ldilar. Ahmad Yassaviy Turkistonga borib, u yerda Yassaviya tariqatiga asos solgan ekanlar. Abdulxoliq G'ijduvoniy esa G'ijduvonga kelib, u yerda Xojagon Naqshbandiya tariqatiga asos soldilar. Xojagon Naqshbandiya tariqatining asli ta'limotlarini birinchi 4 ta shahodini Yusuf Hamadoniy hazratlari tuzib berdilar. Ya'ni Abdulxoliq G'ijduvoniy tuzgan Xojagon Naqshbandiya tariqati 11 ta shahoddan iborat bo'lib, buning 4 tasini Yusuf Hamadoniy, undan keyin yana 4 tasini Abdulxoliq G'ijduvoniy tuzdilar. Undan keyin yana 3 tasini Muhammad Bahodir Naqshbandiy hazratlari tuzib 11 taga yetkazgan ekanlar. Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari hayotlari mobaynida din yo'lida, ilm yo'lida juda ko'p xizmatlar qildilar. Yuzlab, minglab shogirdlarni yetishtirdilar. U kishining mashhur shogirdlaridan Xoja Orif Moxtobon Arrevgariy hazratlari, Xoja Sofichoyan hazratlari, Xoja Langar Ato hazratlari va boshqa juda ko'p mashhur shogirdlari bo'lgan ekan. Abdulxoliq G'ijduvoniy vafotlaridan keyin u kishining ta'limotlarini, u kishining meroslarini davom ettirgan zot bu kishi Xoja Orif Moxtobon Arrevgariy bo'ladilar. Undan keyin Mahmud Anjir Fag'naviy va Ali Rometaniy, Boboy Samosiy, Said Mirkulol va Bahodir Naqshbandiyga borib, bu kishining meroslari tarqalib, mana shunday dunyoga mashhur bo'lib ketadi. Abdulxoliq G'ijduvoniy yoshliklarida din yo'lida juda ko'p xizmat qiladilar. Vafotlarida oldindan aytgan ekanlarkim, mening vafotimdan keyin qabrimni onamni oyoq tomonlariga qo'yinglar deb vasiyat qilgan ekanlar. Haqiqatda vasiyatlarga muvofiq Abdulxoliq G'ijduvoniyning qabrlari onalarning oyoq tomonlariga qo'yilgan ekan. Bu kishi onalariga nisbatan juda ko'p hurmatda, xizmatda, ehtiromda bo'lganlar. Chunki otalari yoshliklarida vafot etib, onalari yolg'iz o'zlari Abdulxoliq G'ijduvoniyni tarbiyat qilib, kishini mana shunday ulug' zot bo'lishliklariga sababchi bo'lgan ekanlar. Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlarining majmualari haqida gapiradigan bo'lsa agar, biz mana ko'rib turgan bu madrasamiz 1433-yilda Mirzo Ulug'bek hazratlari tomonidan qurdirilgan madrasadir. Mirzo Ulug'bek hazratlari Movarannahr diyorida 3 ta madrasa qurdirgan ekanlar. Bularning birinchisi Registondagi Samarqand shahridagi Ulug'bek madrasasi, ikkinchisi Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasining orqa tomonida Abdulazizxon madrasasining ro'parasidagi Ulug'bek madrasasi va uchinchisi G'ijduvon go'shasidagi G'ijduvon shahridagi Ulug'bek madrasasi bo'lgan ekan. Mana bu madrasalar 6 asr bo'lyaptikim, hali ham o'zini mana shunday qiymatini yo'qotgani yo'q, hali ham doimo xizmatda bo'lib turibdi. Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlarining xaziralari, maqbaralari haqida gapiradigan bo'lsa agar, bu maqbara 2019-2020 yillarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan, u kishining ko'rsatmalari bilan qaytadan barpo qilindi, bino qilindi. Haqiqatda bundan 50 yil, 100 yil oldingi holatda ham bu xazira maqbara Abdulxoliq G'ijduvoniyning maqbaralari xuddi shu ko'rinishda bo'lgan ekan. Keyinchalik ba'zi bir talofatlar bo'lganligi, ba'zi bir nurashlar bo'lganliklari sababli bu maqbara boshqa bir ko'rinishda, ochiq ayvon holatida, chambarak holatlarida, boshqa ko'rinishlarda ma'lum muddat davom etdi. Prezidentimizning ko'rsatmalari bilan
olimlarimiz, tadqiqotchi olimlar asli holatini tadqiq qilib, uni o'rgangan holatda o'zining asli qadimiy holatlariga keltirdilar. Majmuadagi masjidlarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, mana bu eski masjidimiz 2003-yilda Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlarining 900 yillik yubileylari, tavalludlari munosabati bilan birinchi prezidentimiz tomonidan bino qilingan masjiddir. Ayvon va yangi masjid bo'lsa 2019-2020 yillarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan u kishining tashabbuslari bilan va ko'rsatmalari bilan bino qilingan masjid hisoblanadi. Bu masjidlarda bizlarda masjid ichkarisida 2000 dan oshiq namozxonlar ibodatlarni ado qiladilar. Masjid ayvonlari va masjid tashqari sahnalarida esa yana 3-4 ming mo'min musulmonlar, namozxonlar ibodatlarni ado qiladilar. Ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, 6 ming kishi bu yerda namozlarini, juma namozlari, hayit namozlarini ado qilishlik imkoniyatiga egadirlar. Majmuadagi hovuz haqida gapiradigan bo'lsak, bu hovuz qadimda ko'mib tashlangan, ya'ni yo'q bo'lib ketgan holatda edi. Tadqiqot ishlari natijasida bu hovuzni qaytadan ochilib, qaytadan uni topilib, yana o'zining asli holatiga keltirildi. Bu majmuamiz 5 gektardan iborat majmua bo'lib, ziyoratchilarimiz doimiy bu yerga kelib, o'zlarining ziyoratlarini ado qiladilar. Qur'on tilovatlar qilib, namozlar o'qib, duolar qilib, mana shunday go'zal go'shaga kelib, o'zlarini mana shunday ibodatlarni va ziyoratlarni ado qilishlari mumkin ekan.